Şahzadəsi nəhayət boy deb qaraldı. Lekin biz bugun so'zlaydigan kishining oilasi Dubaydan bir qancha setib ola oladi. Egilishicha Dubay shahzodasining avtomobil iskilotining hammasi shaxsiy zakaz qilingan cheklik nusxa bo'lib, hatto 14 million Amerika dollari sarf qilib, uning uchun birdan-bir qancha marta avtomobil nomer taxtasi setib olgan. Shaxsiy aeroplanidan 20 nechtisi bor. Shahzodaning cho'lpon qo'lish usuli nəhayət o'zgacha. Cho'qing'ichisi Chonglonga 70 esil mashinani haqsiz kino ishlashga bergan. Haqiqatan puli bor o'zbishimchi. Biroq Arab Birlashma Xalqlikidagi 7 xalqlik ichida Abu Zabidagi shahzodlar eng mashhur. Qandaqli bo'lmasin, Abu Zabi Arab Birlashma Xalqligining poytaxti bo'lgandan so'ng, u yana Arab Birlashma Xalqlikidagi eng cho'ng xalqlik. Uning amaliy kuchi Dubaydan kuchli. Chunki Dubay shahzodasi bilan Abu Zabi shahzodasini solishtirganda hech nimaga arzimaydigan odam deyishki bo'ldi. Undaqda Abu Zabining shahzodasi zodi qanchalik dangliq? Oddiy qilib ko'pchilik bir misol keltiraylik. Shayx Mansur Abu Zabi shahzodasi bo'lish bilan Dubay malikasini kichik to'qal qilib qolmay, yana intoyni hashamatlik Dubay shahzodasini to'mpayda ko'rdi. Bugun biz Abu Zabi shahzodasi Shayx to'g'risida paranglashaylik. 1970-yili Abu Zabi xon jamoatida bir bo'voq tug'ildi. U dal Shayx Abu Zabi Zoyid 20 bilan Fatimaning 5-o'g'li. Kichigidan tortiblar ko'pchilikning diqqatini tortib cho'ng bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda xon jamoatining shahzodasi bo'lish bilan uning zimmasidagi yuk oz emas edi. Maktabda uning natijasi hamon oldin qator turibdi. Uningdan boshqa har turli musobaqalardagi Shayxmo intoyin munavvar. Abu Zabi shahzodasi Shayxning vujudida xalqning orzusi va ishonchi bo'lg'achqa u Abu Zabida odatga muharib o'qishni tamomlagandan keyin texnik ilg'or bilim o'rganish uchun Amerikaga berishni qaror qilgan. U texnik ko'p mahorat o'rganishni umid qilib, bir mazgil o'qigandan keyin Shayx xalqaro munosabat ilmi bo'yicha bakalavriat unvoniga erishgan. Bumi uning to'g'ri yo'lga asos solgan. Abu Zabi Arab Birlashma Xalqligining poytaxti bo'lishi bilan asosli neft tabiiy gaz eksportini asos qildi. Dunyo neft bahosining o'sishi Abu Zabining boyligini kundan kunga oshirdi. Lekin yaqinqi yillardan buyon Dubayning shuhrati Abu Zabini g'uva qoplab ketdi. Dubayning sayohatchiligi bir qadar taraqqiy qilgan. Dubaydagi 7 yulduzli mehmonsaroy, Xalifa Munar qatorliq mashhur sayilgohlar Dubayni nom chiqargan donliq shaharga aylantirgan. Amaliyotda Abu Zabi Arab Birlashma Xalqligining poytaxti bo'lishi bilan iqtisodiy amaliy kuchi texmi zo'r. Yaqinda Abu Zabi o'zining sayohat boyligini qizib, Xon Sari mehmonxonasi, Farari dunyosi, Shayx Zoid qurilishi qatorliq donliq manzil nuqtalari orqali sirtdan kelgan sayohatchilarni jalb qildi. Shayxning aksi Shayx Xalifa Arab Birlashma Xalqligining hozirgi zo'ngtug'i. Shayx siyosiy sahnaga qadam qo'ygandan keyin aksi bilan tang ilgirlab Abu Zabini o'rtoq boshqardi. Endi 27 yoshga kirgan Shayx zo'ngtung ishxonasining mudirligiga tayinlab Abu Zabidagi siyosiy hayotini boshladi. Ammo Shayxning salohiyati hukumat amaldoridan boshqa yana bir donliq savdogar va intoyin utuq qozongan savdogar edi. Oliy maktab mazgilida Shayx o'zining mo'l kapital kuchi bilan Angliyada nurg'un turlarga mablag' solgan. Bu turlar uningga g'oyat zo'r foyda olib kelgan. Masalan, kishilar to'xtamay maqtab turadigan Barclays bankasi qatorliq. Shayx Barclays bankasining payini setib oldi. Barclays bankasi Angliyadagi eng chong savdo bankalarining biri bo'lib, uning payiga ega bo'lishi boyliqqa ega bo'lishining sharti. Lekin Shayx o'xshash bo'lmagan qarashli bo'lib, muvofiq paytda to'kma qilib setish uningga texmi zo'r foyda olib keldi deb qaragan. Shunga u pay setib olgan 7 oydan keyin qo'lidagi 11% payni darhol setib edi. Bu qitimqi mablag' selishning muvaffaqiyatli bo'lishi uningga 1 milliard 200 million funt sterling boylik olib keldi. Buningga o'xshash muvaffaqiyat misollari Shayxga nisbatan sanab tugatgil bo'lmaydi. Bu turlar uni foydaga erishtirgandan so'ng Shayx nomida yana birinchi dengiz qo'ltiqi bankasining mulki va avtomatik darajalik mablag'i xalqaro neft mablag' selish shirkati bor. Bu muvaffaqiyatli mablag' selish foydasi Shayxni yosh turiblar Forbes tizimlikda 100 milliard yuandan ortiq qimmatga yiqildi. Shayxning muvaffaqiyatli savdo sarguzashtisimi uning mansab tutish yo'liga ba'zi ta'sirlarni ko'rsatgan. 2007-yili Shayx davlat mablag' selish idorasiga yo'tilib, Xon jamoati boylik fondi jamiyatining raisi bo'lgan. U savdo jihatiga o'tkir mablag' selish nazar bilan Abu Zabi Xon jamoatining mulkiga mablag' soldi. Uning boshlamchiligida Al-Xayan jamiyati Abu Zabida hatto butun dunyoda boylikning boshqacha otilish bo'lib qolgan. Bundoq savdo ishlari bilan shug'ullangan ixtisosliklarni nihoyat oz odam bildi. Shayxning nomi va uning alohida iqtidori Shayxning boyligiga selishtirganda Shayxning o'zi sal kamtar ko'rinadi. Ot baygisi havaskori Shayx ilgari bir qator o'ttir sharaf chidamchanlik lavat olish musobaqasida g'alaba qilgan. Hamda Arab Birlashma Xalqligi ot baygisi idorasining raisi bo'lgan. Biroq futbol Shayxning eng chong qiziqishi. U 2009-yili 200 million xajlab Manchester shahri klubini setib olgan. Hamda uningga 400 million mablag' solgan. Albatta, bunday zo'r mablag' solish salmoqida Manchester shahri komandasimi zo'r shon-sharaf quchdi. Oxirida 2019-yili raqiblar komandasining bosh mashg'uli Manchester shahri komandasini jang qilgan sari botirlashib ketadigan raqib deb atagan. Qisqagina bir necha yil ichida Manchester shahri komandasi taraqqiy qilib, bugungi futbol sohasidagi eng utuq qozongan komandalarning biri bo'lib qoldi. Yaqinda Manchester shahri komandasi Dortmundni yengib, Yevropa uzg'unliq yarim hal qiluvchi musobaqasiga o'ngishga kirdi. Buning orqasida klub xo'jayini Shayxning yordami kam bo'lmaydi albatta. Faqat tomosha qilishni bildigan Dubay shahzodasi Hamondan qaraganda Shayxning iqtidori haqiqatan qaltis. Qaraganda shahzod bilan shahzodning orasida farq bor. Shayxning muvaffaqiyatini Dubay shahzodasi qo'llab yetisha olmaydigan o'xshaydi. Nurg'un chaqlarda Shayx hamisha xush tabassum bilan raqibiga ajallik zarba berdi.
Arab davlatlarida umumyuzlik bir ko'p xotinlik bo'lish tizimi yo'l qo'yilgan. Nurg'un huquqdor amaldorlarning kichik xotinlari bor, lekin shayxning ikkala xotini bor. Uning tunji to'yi Aliya Muhammad bilan to'y qilgan, lekin uzun o'tmay shayx Dubay hukmronining qizi Manar Muhammad bilan to'y qildi. Shayx Abu Zabining shahzodasi bo'lish bilan mayli salohiyati yoki o'rni jihati bo'lsin, malikidan ustun turdi. Dubay malikasining shayx qiyatlik bo'lishi garchi to'qol bo'lsa-mu, darajasidan qaraganda Dubay malikasi shayx qiyatlik bo'lishi bir cho'ng ish. Bu to'yni yot kishilar nihoyat baxtli his qildi. Nima degan bilan ikkisi ikki o'g'il, ikki qiz farzandlik bo'lgan. Bu balki muhabbatning kuchi. O'xshashla Arab Birlashma Xalqlarining shahzodasi, lekin Abu Zabining shahzodasi shayx erkin Dubay shahzodasiga o'xshamaydi. Shayxning ustida texnik ko'p mas'uliyat bor. U Forbes boylik tizimidagi boylarning biri va shayx jamoatining o'rnini muqimlashtirib qolmasdan, yana jamoatining boyligini keng joriy qildirish kerak edi. Dubay shahzodasi Xamandan hozir texnik siyosiy sahnaga chiqib boqmagan bo'lib, bahramon rohat turmush kechiryotdi. Buningga selishtirganda shayx xuddi bir mukammal oilaning bolasiga o'xshaydi. U tabiiy oldi faqat o'z mayliga qo'yib etishni bildigan, nurg'un pul xajlab cho'lpon qo'llashadigan Xamandan shayxning nazarida faqat pul xajlashni bildigan davlatning kishi bo'lishi mumkin. Mutlaq amaliy kuch oldida boylik faqat uning yordamchisi. Gerçi şahzodlarning turmushi to'liq go'zal ko'rinsimi, toj kiymoqchi bo'lsa, qaytadan bosh ko'tarish kerak. Ularning boshlanish nuqtasi odatga odamlar qaraganda yuqori, lekin ularning nishonini va besmini biz tasavvur qila olmaymiz. Odatga odam bo'lish sifatimiz bilan bizning xon jamiyatidek bo'la olishimiz mumkin emas. Lekin bizningmi o'zimizga tavakkullarimiz bor. O'zimiz tirishib ishlab yetmoqchi bo'lgan kichik nishonlarimiz bor. Boshqalarning boyligi va huquqi havas qilmay, o'z qo'li bilan jon tikib kurash qilishning mevasi tatliq bo'ldi. Balkim bizmi o'zimiz orqali boshqalar havas qiladigan holatda yashashimiz mumkin. Hozir astoydil turmush kechirish eng muhim. Bu qatimki ko'rinma chastota mush yerda oyoqlashdi. Abu Zabi shahzodasining turmush havas qilyapsiz. Inkas rayonida so'z qoldirishingizni qarshi olamiz.